Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qarang, siz 24-yillik kuzida 5 yashar o'g'lingizni Islomjonni trombostepeniya purpur kasalligi bilan kelgandinglar. Esizdami? Burunda qonash, ko'karishlar bilan mana diagnozlari turibdi. 30 kunlik necha yillik berdim. 30 kunlik lecheniyada agar shunda ilik ishga tushib, trombositlar ko'tarilsa, lecheniya davom etadi deganman. Agar shu narsa natija bermasa, men hamma muolajani to'xtataman deb aytib ogohlantirib berganman. Vrach nazoratida bo'linglar, parallel u ham bu ham ketaveradi deb aytganman. To bir ilik ishlab ketguncha deb aytganman. Trombositlarimiz mana trombosit RLT 381. Shu vaqt ichida sizlar umuman qon quydirmadinglar, Yo'q, qon quydirmadinglar. Bu o'zini radnoy dorilarsiz trombositni. Qo'shimcha hech qanaqa xim dorilar o'sha paytda olib tashalganda, Faqat siz bergan dorilar. Men bergan mahsulotlar necha kunda natija berishni boshladi sizga? 2 haftada o'sha oyoqdagi ko'karishlar ketdi, burunda qonashlar bo'lib, 1 oyda biz unaqa boshqa ko'rmadik-da shu ko'karish. 1 oyda siz to'liq natijani ko'rdinglar, Mana hozir bu juda ham yaxshi analizlarimiz 90% bu kasallikdan chiqdi. Hozir siz uje buni 2 kunda, 3 kunda berib boryapsiz, 2 kunda, 3 kunda bir berib boryapsiz. Tabriklaymiz. Bolangizni holati juda ham yaxshi. Endi hozir aytyapsiz, qurt chiqibdi, deb lambala chiqibdi deb unga ham beramiz inshaalloh Xudo xolasa. Bu yil issiqqa umuman chiqmaydi. Tushundingizmi? Issiqqa, konfet, shokolad yaqinlashtirmanglar ximikat narsalarga. Faqat qozon ovqat o'zimizni O'zbekiston mevalari bilan boqasiz. Sitrus bermaysiz, qovun tarvuzga umuman yaqinlashmaydi. Tabriklayman. Yaxshi analizlarimiz hammasi. Rozimisiz bizdan? Allohim. Bilmaganlar bilsin, shunaqa lecheniyalarni topolmayotganlar bor, qancha bizga o'xshash shifo topolmayotgan shular topib ketsin. Amin, aytganingiz kelsin. Hammaga Allohim shifo bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz uchun biz ham mana xursandmiz. Natijalarini ko'rib, sizda xursand, bizda xursand deydi-ku. Allohim hammamizdan rozi bo'lsin.